Hello YouTube ahli do'stlar. Sizlar bilan Javohir Gang. Bugun bizga Brawl Stars o'yinidan 1 milliardlik akkauntni obzor qilamiz. Bugun biz o'zimizning akkauntimizni obzor qilib ko'ramiz do'stlar. Albatta sizlar tayyor bo'lsanglar biz boshladik. Xo'sh, biz birinchi bo'lib Brawlerlardan boshlaymiz. Xo'sh, birinchi bo'lib Shelly'ga skinlarni ko'rib chiqamiz. Bu ikkita skin tekinga berilgandi va bizda bitta 79 gemlik skin va 149 gemlik skin. Yaxshi, boshlanish yomon emas do'stlar. Keyingisi bu Nita Brawleri. Xo'sh, Nita Brawlerga 29 gem, 79 gem va 149 gemlik skinlar. Ajoyib. Keyingi Brawlerimiz bu Colt do'stlar. Xo'sh, Colt ko'ramiz. Coltga bu skin tekinga berilgandi va ikkita 29 gemlik skinlar. Yaxshi. Keyingi Brawler bu Bull do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita 29 gemlik skinlar adashmasam, xo'sh 79 gemlik skin va do'stlar 149 gemlik skin do'stlar. Ajoyib. Keyingi Brawlerga o'tamiz. Bu keyingi Brawlerimiz meni eng yoqtirgan Brawlerim Brock do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, ajoyibdan ajoyib skinlarim bor. Xo'sh, bu o'zi bu qancha? 79 gem edi. Adashmasam bu 79 gem. Bu ham 79 gem va bizada ikkita 149 gemlik skinlar do'stlar. Ikkita 149 gemlik skinlar. Ajoyib. Va keyingi Brawlerimiz bu El Primo do'stlar. El Primoga ko'rishingiz mumkin. Bu 79 gem, to'g'rimi? 79 gem bo'lishi kerak va bizda ikkita 149 gemlik skinlar. Ajoyib, El Primoga ajoyib skinlar bor. Xo'sh, keyingi Brawlerimiz bu Barley do'stlar. Xo'sh, Barleyga skin yo'q, ili 29 gemlik skin bor ekan bunda. Nargi ikkitasi tekin edi, tekinga bergan. Keyingi Brawlerimiz bu Poco do'stlar. Pocoga bitta 149 gemlik skin berilgan, 149 gem. Ko'rishim emas. Keyingisi bu Rosa Brawler do'stlar. Xo'sh, mana Rosaga ham adashmasam bu 149 gemlik skin. Yaxshi. Keyingi Brawlerimiz bu Jesse. Aytgancha bizga rare Brawlerlardan super rare Brawlerlarga keldik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, mana 29 gemlik skin va 79 gemlik va 149 gemlik skin. Yaxshi, hammasidan bor ekan. Keyingisi bu Dinamik do'stlar. Dinamikni ko'rishingiz mumkin. 149 gem, 149 gem va 199 gem. Adashmasam 199 gem edi. Yoki 299 bo'lishi ham mumkin. Menimcha bu skin 199 gemlik skin do'stlar. Ajoyib. Keyingi Brawlerimiz bu Tikka bitta 29 gemlik skin yoki 79 gem. 29 gemlik skin. Xo'sh, keyingi 8 bit. 8 bitga 29 gemlik skin va 149 gemlik skin do'stlar. Ajoyib. Keyingi Brawlerimiz bu Ricochet. Xo'sh, ikkita yo'q, hamma skin ko'rib turgan hamma skinlar 149 gemlik skinlar do'stlar. Hammasi 149 gem. Ajoyib. Keyingi Brawlerimiz bu Darli. 79 gemlik skin va 149 gemlik skin. Ajoyib do'stlar. Keyingisi bu Penny do'stlar. Pennyga 29 gem. Yo'q, 79 gem bu. Bu ham 79 gem va bu 149 gem do'stlar. Yaxshi, keyingisi bu eng yoqtirgan super rare Brawlerim Carl do'stlar. Carlga bor. Carlni maksimum qilganman. 29 gemlik skin va 149 gemlik skin do'stlar. O'zim sotib olganman. Carl meni eng yoqtirgan super rare Brawlerim. Ajoyib. Keyingi Brawlerimiz bu Jackie. Jackie'ga 29 gemlik skin va 149 gemlik skinlar bor. Ajoyib. Keyingi Brawler bu Gas do'stlar. Gasga 29 gemlik skin bor ekan, 29 gemlik. Ajoyib. Biz super rare Brawlerlarni tugatdik.
Xo'sh, epic brawlerga keldik. Brawlerlarga. Va bizda boshlanishiga 29 gemlik skin. Keyingi brawler bu Ems. Xo'sh, 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Yaxshi, keyingi brawler bu Stu do'stlar. Stu. Xo'sh, 29 gemlik skin bor ekan va 79 gemlik skin ham bor ekan do'stlar. Yaxshi, Stu. Keyingi brawler bu Piper do'stlar. Piperga 79 gemlik skin va ikkita yo'q. Bu 79 gem, 29 gem va 149 gem. Ajoyib. Xo'sh, brawlerlarning ranklarini ham ko'rib chiqishinglar mumkin. 31, Shelly o'zingizlar ko'rib chiqasizlar birma-bir. Xo'sh, bizlarning keyingi brawlerimiz Pam. Pamga hech qanaqa skin yo'q va bo'lishi ham kerak emas. Eng isqurt brawler menga umuman yoqmaydi. Keyingi brawler bu Frank do'stlar. Xo'sh, 29 gemlik skin bor ekan bitta yoki 79 gemmi? Bilmadim, menimcha 29 gemlik skin. Keyingi brawlerga o'tamiz. Bu Bibi do'stlar. Bibiga bitta 29 gemlik skin bor. Keyingi brawlerimiz Frank. Bu menimcha 79 gem do'stlar. Keyingi brawlerimiz bu Bga 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Ajoyib do'stlar. Xo'sh, keyingi brawlerimiz bu Nani. Xo'sh, Naniga 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Ajoyib, hatto rank max ekan. Xo'sh, keyingisi bu Edgar do'stlar. Edgarga bitta 29 gemlik skin va 149 gemlik skin. Ajoyib. Keyingi brawlerimiz Griff, lekin Griffga hech qanday skin yo'q, ko'rishlar mumkin. Va keyingi brawler bu Grom. Gromga ham hech qanday skin yo'q. Keyingisi Bonnie. Bonniga ikkita 29 gemlik skin. Bu ham 29 gemmi? Menimcha shunaqa va bu 79 gem adashmasam. Bilmas ekanman xullas Bonnie'ning skinlari qancha gem turishini. Keyingi brawlerimiz bu Gale. Xo'sh, Gale'ni ko'rishinglar mumkin. Ikkita 149 gemlik skinlar bor do'stlar. Ajoyib. Ikkita 149 gemlik skin. Keyingisi bu Colette do'stlar, mana. Xo'sh, bitta 149 gemlik skin bor ekan. Voy, Collette'ning ham skin ko'p. Xo'sh, keyingisi bu Inspector Collector ekan. Keyingisi bu Belle. Bitta 29 gemlik skin. Xo'sh, keyingisi bu Ash. Hech qanday skin yo'q. Va keyingi brawler Lola do'stlar. Lolaga bu qancha skin turadi, qancha gem turadi deganim. Xo'sh, bular 5000 ekan. Bu skin 79 gem ekan. Da, menimcha bu skin ham 79 gem turadi do'stlar. 79 gem. Keyingi brawlerimiz bu Sam. Samga hech qanday skin yo'q. Rank ham 10 ekan. Keyingisi bu Mandy do'stlar, Mendyga hech qanday skin yo'q. Mendyga ham keyingisi bu Mace. 29 gemlik skin bor ekan. Keyingisi Hank. Xo'sh, 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Adashmasam bu 79 gem edi. Men shuni ko'rganim, men bilmadim, meni 79 gem bo'lishi kerak. Keyingi brawlerimiz bu Pearl. 29 gemlik skin bor ekan. Yaxshi, keyingisi bu Larry va Lowry do'stlar. 149 gemlik skin. Da, keyingi brawlerimiz bu Angelo. Angeloga ikkala skin ham bor, 29 gem va 79 gemlik skinlar. Yaxshi, keyingi brawler bu Berry do'stlar. Hech qanday skin yo'q, o'zi bitta skin bor ekan. Shade yo'q bunga ham. Ili Meeple degan brawler bor ekan. Qo'yli. Xo'sh, men olmaganman, tushib qolganman. Yo'q, hech qanaqa skin va Mortisga bitta 29 gemlik skin do'stlar. Keyingisi Taraga ham 29 gemlik skin. Keyingisi Max do'stlar. Biz Mystic brawlerlarga kelibmiz. Mystic brawlerlar. Keyingisi Max, mana ko'rishinglar mumkin.
hamma skinidan bor, har xil gemliklardan. Bu 29 gem. Bu bilmadim bu qancha. Bu 79 gem va 149 gem. Ajoyib. Lekin menga eng yoqqan skin mana shu. Rim yuguruvchisiga o'xshaydi. Xullas, keyingi brawlerimizda bu Mr. P. Mr. P ga mana ko'rishlar mumkin. Xo'sh, 149 gem, 149 gem va 79 gemlik skinlar. Ajoyib. Keyingi brawlerga o'tamiz. Bu Sprout ekan. Ikkita egizak skinlar bor, 79 gemlik egizak skinlar. Keyingisi bu Squeak. Xo'sh, bu qancha gem turadi? Menimcha bu 79 gem turadi. Bu 79 gem. Xo'sh, keyingi brawlerimizda bu Low do'stlar. Biz allaqachon mistik brawlerga keldik. Lowga hech qanaqa skin yo'q ekan. Keyingisi bu Rufus do'stlar. Rufusga 79 gemlik skin bor ekan bitta. 79 gemlik skin. Yaxshi. Keyingisi bu Bazga xo'sh 29 gemlik skin va ikkita 149 gemlik skinlar. Ajoyib. Keyingisi bu Eve. Eviga bitta 149 gemlik skin bor ekan. Xo'sh, keyingi brawler bu Janet. Janetga 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Ajoyib. Keyingisi bu Buster. Busterga hech qanday skin yo'q. Gray. Xo'sh, 29 gemlik skin bor ekan bitta. Keyingisi Willow do'stlar. Willowga 29 gemlik skin va 79 gemlik skin. Ikkita skin bor ekan. Keyingi brawler bu Dovuk do'stlar. Hech qanday skin yo'q. Keyingisi Melody. Hech qanday skin yo'q Melodyga ham. Va keyingi brawler Lily do'stlar. Lilyga 29 gemlik skin va bu qancha edi? Bu menimcha 149 gemlik skin. Adashmasam bu 149 gem turadi. Yoki 79 gem. Bilmadim, menimcha 149 gem. Esimdan chiqib qoldi bu qancha turishi. Keyingi brawler Crow. Crowga hech qanaqa skin yo'q, chunki o'zi kecha tushirdim. Aniqroq tushirib berishdi. Nu farqi yo'q. Keyingisi Leon. Leonga 29 gemlik skin va 79 gemlik skinlar. Ajoyib. Keyingisi bu Sandy. Bizda legendarniy brawlerlarga keldi allaqachon. Sandyga hammasidan bor 29 gemlik skin, 79 gemlik skin va 149 gemlik skin do'stlar. Ajoyib, 149 gem hammasidan bor. Keyingi brawler bu Meg. Megga bitta dona 149 gemlik skin bor. Ajoyib. Keyingi brawlerimizda bu Surch. Surchga bilmadim, buni tekinga bergan, bilmadim bu qancha turadi. Xo'sh, keyingi brawler bu Chester. Chesterga 10 tekinga bergan va bitta 79 gemlik skin. Ajoyib. Keyingi brawler bu Kit. Kitga bitta dona skin bor, 29 gemlik skin. Chunki bu skinni olayotganimda hali bular kelmagandi. Mana 3 tasi bor edi, lekin skin bo'lib turmagandi. Bular old skinlar va bitta bu skinlar keyin kelgan xullas. Va ko'rishlar mumkin, biz skinlarni tugatdik. Va bizada 90 ta skindan 71 ta 90 ta brawlerdan 90 ta brawler bor ekan bizda. 90 ta brawlerdan 71 ta brawler bor ekan do'stlar. Ajoyib. Va endi ko'rishlar mumkin, hozir qanday pastga tushamiz va Monsterpiece. Xo'sh, mana ko'rishlar mumkin, hamma brawlerlarning ranklari Crow 1. O'zingizlar sekin ko'rib chiqishinglar mumkin. Xo'sh, mana Poco 22 ranki. Ajoyib. Mace 26 rank va Janet 30 rank. Rico 35 rank ekan. Ajoyib. Va Edgar 40. Bas 46 ekan
va bu yerda 6 ta max brawler do'stlar va yaqinda Chesterni ham max qilsam. Bilmadim, menimcha Chesterni max qilish videoga olsam kerak. Farqi yo'q. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin 6 ta max brawler va hamma skinlarni ko'rib chiqdinglar. Va endi akkauntni profilga o'tamiz. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin mana rasmlarni. Xo'sh. Har xillari. Va bularni endi o'zlari bularni hammasini tushirib olganman. Sotib olmaganman. Xullas pinlarni umuman sotib olmaganman. Va ko'rishingiz mumkin mana bizning akkauntimizda Polly Max yozibdi. Max skinni qo'yilgan, Max brawler qo'yilgan, Max ramkasi rasmi, Max pini va Max yozuvi I in speed. Va bitta janitor Gale'ni ham oltin 3 qilib tugatganman. Birinchi bo'lib, keyin Max'ni oltin 3 qilganman. Va Mysticga chiqqanman 2 ta sezon. Ajoyib. Mana ko'rishingiz mumkin. Trophies 39000 trophies 39418. Xo'sh, eng baland rankka chiqqanim bu Mystic 2 bo'lgan ekan. 6069 plus bilan. Xo'sh, 3 kuchda 3700 marta yutganman. 3795 marta, soloda 287 marta va duoda 1094 marta yutganman va eng ko'p yutganim, eng ko'p ketma-ket yutganim bu Kit Brawlerida 23 marta bo'libdi va ko'rishingiz mumkin rasmim M harfi bilan ideal turibdi va qimirlab turibdi, qarang. Oppa, ana ajoyib. M bo'ldi, W bo'ldi, farqi mana akkaunt 2023-yilda ochilgan va bu yerda qandaydir yana yozuvlar. Xo'sh. Mana akkaunt obzorini ko'rdinglar bolalar. Menimcha hech nima qolib ketmadi. Xo'sh. Brawl Cupda rank Brawl Cup 36 bo'lgan ekan, yo 35 bo'lgan ekan. Ili RP 41. Menimcha hech nima qolib ketmadi deb o'ylayman. Spraylarni ko'rishingiz mumkin. Spray endi yo'q. Pinlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Har xil pinlar bor. Zeta Division degan pin olganman. Va bu yerda yangi yil pinlar bor ekan ozgina. Bu yerda olov, musht, chaqmoq, sariq kartochka do'stlar. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. Masxaraboz ham bor, olov bor. Va mana bu skin ham bor do'stlar. Skinni o'rganib qolman. Pin bu do'stlar. Pin bor. Va bularni tekinga bergan. Mash 2 qator pul tekinga bergan. Mash mandarindan boshlab gulgacha tekin. Mana ko'rib chiqdinglar bolalar. Bizning akkaunt obzorimizni shu joyda o'z nihoyasiga yetadi do'stlar bu video. Va ko'rishingiz mumkin. Ajoyib akkaunt menimcha. Har do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Javohir gang bo'ldi do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar va Oppa portlashdan zo'r bo'ldi va xayr